2022 yil 4-dekabr, demak 32-savolga yetib kelibmiz. Savol quyidagicha. Xo'p, merganning nishonga tekizish ehtimolligi 0.8 ga teng deyapti. Xo'p, 5 marta o'q uzilgan deyapti. Dastlab otilgan 3 ta o'q tegib, keyingi 2 ta otilgan o'q tegmaslik ehtimolligini toping degan ekan. Endi savolga o'tamiz. Demak, aytyapmiz bizga necha marta otilgan ekan? 5 marta o'q otilgan ekan, 3 tasi tegib, 2 tasi tegmagan ekan. Demak, o'qni tekizish ehtimolligi 0.8 deyapti, to'g'rimi? Mana shunga aytib beramiz. Demak, tekizish ehtimolligi, demak 0.8 bo'lgan ekan bu tegish ehtimolligi. Endi tegmasligi qancha bo'ladi deydigan bo'lsak, 0.2 bo'lib qoldi. Jami imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, ikkalasini qo'shsam 1 deb beradi-da. Tegmaslik ehtimolligi 0.2 bo'ladi. Bu tegmaslik ehtimolligi. Endi e'tibor beramiz. Xo'p. Necha marta? 3 marta o'q tegib deyapti. Keyin 2 marta otilgan deyapti. Demak, 3 martasi tekkan ekan. Demak, tekkan bo'lsam 0.8 ko'paygan 0.8 ko'paygan 0.8. 3 ta o'q tekkan uchun 0.8 ko'paytiraman. Ko'paygan 2 tasi tegmadi. Tegmagan bo'lsa, tegmaslik ehtimolligi 0.2. Ya'ni barcha ehtimolliklarni ko'paytiraman. Shunda mana shu 5 ta o'g'imni qanaqadir P A deylik ehtimollik deydigan bo'lsak, P A ehtimolligimiz kelib chiqadi. Ya'ni 5 ta o'q. Shuni otgan vaqtda 3 tasi tegib, 2 tasi tegmaslik ehtimolligini olyapman. Endi barcha ehtimolliklarni ko'paytiraman. Demak, ko'paytiradigan bo'lsa, bu degan 8 degani o'zi 2 ni 3-inchisi 10 darajasida -1 degani. Mana shundan 3 ta bor, demak. Yana 2 darajasida 3 ko'paygan 10 darajasida -1, 2 darajasida 3, 10 darajasida -1. Bu 0.2 deganlari 2 ko'paygan 10 da -1-inchisi, yana 2 ko'paygan 10 da -1-inchisi bo'lyapti. Endi e'tibor beramiz. Jami 2 lardan nechta desak, 2 ni 6-inchisi, 2 ni 9-inchisi, 2 ni 10-inchisi, 2 ni 11-inchisi bo'lib qolyapti. Demak, 2 ni 11-darajasi ko'paygan. Buni hisoblasak, 10 da -2-inchisi, -4, -5-inchisi bo'lib qolar ekan. Demak, 10 darajasida -5 bo'lib qolar ekan. Buni soddalashtiradigan bo'lsak. Demak, 2 darajasida 11 ko'paygan 10 darajasida -5 degan javobni qaraymiz. Xo'p, 2 darajasida 11, 10 darajasida -5. Demak, B javobimizga mos kelar ekan. Mana shu bilan mana 32-savolimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting.